Assalomu alaykum. Men Sanakulova Kamila. 1986-yilda Jizzax shahrida tug'ilganman. Jizzaxda bakalavrini Politexnik institutini tugatib, keyin magistraturaga Yevropaga ketganman. 3 yil Yevropada yashab, O'zbekistonga qaytib turmush qurdim. 2 farzandim, qaynota qaynonam, shirin oilam bilan yashayman hozirgi kunda. Va o'quv markazining rahbari, o'qituvchi hamda psixolog konsultant sifatida уже faoliyat yurgizyapman, alhamdulillah. Birinchi navbatda men bu kursga haqiqatda erishgan narsam va izlagan narsamni, haqiqiy izlagan narsamni topdim deb bemalol ayta olaman. Va o'sha men shuncha yillar muammo deb, shuncha yillar o'sha tupik deb o'ylagan narsalarim aslida bu meni ruhiy rivojim uchun bo'lganini men tushunib yetdim. O'sha ota-onamning taqdirini, o'sha ruhiy rivojimdagi hissasini men tushunib yetdim va turmush o'rtog'im bilan bog'liq barcha muammolarni shaxsiy rivojimdagi hissasini tushunib yetdim va umuman hozirgi holatda men aynan hozir qanday vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar xotirjamlikka va shukronalik hissida bo'lishni men haqiqatda o'rgandim va mana shu kursda meni xuddiki ichimdan boshqa Kamilani chiqarib yuzlashtirdi mana shu kurs. Ichimdan chiqarib o'sha haqiqiy kibrim yo'q deb o'ylardim men. Men juda ham yaxshi insonman, ham nimaga menga hayot shunaqa ozor beradi deb o'ylardim. Men haqiqiy Kamilani chiqarib, uni ichidagi qalbini ichini ko'ra olib, men barcha g'uborlarni tozaladim. Alhamdulillah shunday deb o'ylayman. Hozirgi paytda men erishgan narsam haqiqiy xotirjamlikka erishdim. Va o'sha qalbimdagi har bitta g'uborni erib tushganini va o'sha qalbimdagi mana shu billurdek, как olmosdek qalbim yaraqlaganini men ko'rdim. Buning uchun buni tushunish, anglash oson emas, buni aytish oson, buni his qilish, buni jarayondan o'tish bu oson bo'lmadi. Lekin men shunga erisha oldim. Erishishimga ustozim Malohatxon menga shunaqa ishonch berdilar, shunaqa mehr berdilar. Har bitta aytgan so'zlari, hattoki o'sha darsdan chiqsam ham menda aylanadi, o'sha menga ruh beradi, o'sha menga motivatsiya beradi. Men avvalambor bu kurs uchun Allohim mana shu shaxsiy rivojimni aynan, o'sha ruhiy rivojimni aynan mana shu ustoz orqali, mana shu ustozim, meni sevimli ustozimni sababchi qilgani uchun men behisob shukr deb aytaman va eng asosiysi bilasiz, men bu kursda 3-oilamni topdim. Bizda shunaqa atmosfera, buni ta'riflashga kelasiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Biz o'sha ajratmaydigan oilaga aylandik. Ustozimiz har doim biz oramizda uzoq masofa yo'q. Har doim yonimizdalar. Har doim yonimizdalar. Qo'limizdan tutib oxirigacha biz bilan birga bordilar va biz hali ham birgamiz. Alhamdulillah. Mana shu kursning ichidagi mana shu opa-singillarim, topganlarim hammasida men o'zimni topdim. Hammasida o'zimni ko'rdim. Meni o'zimni, asl Kamilamni topib berishga, men shuncha yil, 36 yil qidirgan Kamilani topishga yordam berganlari uchun ustozimga beminnat va birinchi o'rinda Allohimga, mana shu kurs uchun, ustozim uchun, opa-singillarim uchun behisob shukr aytaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman.